15 avgust 36 saat to'xtamay ishlab, qattiq herib halim qalmay uyga ora yetib keldim. Bo'lsa tamoqimga qaramasdan yetib uxlab olg'im keldi. Lekin tamoq tayyor bo'lganligi uchun bir chini tamoqni yepla kirib yotay deb ustal beshiga kelib o'ltirib, qo'limga qo'shiqni elish bilan eshikni taroq-turuq echib, ikki minbin kirib keldi. Ko'zimga olvastidek ko'ringan bu minbanglardan shundoq to'ydimki, ularni ko'rsam yuzimga xuddi pichoq tiqqandek bo'ladi. Ular talati so'g'i jallod qilib o'xshaydi. Yirtqich hayvonning ko'zi bularning ko'zidan muloyimroqmikin deb o'ylayman. Minbanglarga loyiq bundaq odamlarni na'dan tepib kelgandi? Ular menga qarab, "Qodirbek Dodiyjon seni chaqirdi" dedi. "Nima qildigan?" deb so'radim. "Emgak chiqsin deydi" dedi. "Men hozir qaytib tamoq yemedim. Tamoqdan keyin chiqaman" dedim. "Sening tamoq yeganingni hech kim kutmaydi" deb tovladi. Men qo'limga olgan qo'shiqni qo'yibla o'rnimdan turib ustimga yelin chaponni kiyib chiqdim. Uydagilarning yegili turgan oshlarga chivin tushgandek ko'ngilsiz bo'lib qoldi. Ularning ko'ngli buzilmasin deb ruhliq va kulimsirab qo'yib chiqib ketdim. Shundaq herib kelgan odam emgakning so'zi chiqqandan keyin yana emgakka tayyorlanib, tetiklanib qoldim. Men o'zimni bularning oldida tushkun va horg'in holda ko'rinishdan qattiq saqlandim. Chunki o'z oilamdan boshqa menga do'st bo'lgan va mening ahvolimni tushunadigan va menga hech bo'lmaganda ruhiy jihatdan ko'nglimni ko'tarib yordam qiladigan bir odam yo'q edi. 50 kilometr yiroqda turgan Urumchi shahrini ko'rib, baxmay tog' ichida mol beqib yashab kelayotgan bu xalq madaniyat inqilobining shiddatli dahshat ovozini yiroqdan sal-palla anglab, yuragi cho'chib, beshida qalpiqi bor kishilarga zulm qilish va ulardan chegara ajratish orqali madaniyat inqilobining dahshatli bo'rnidan o'zini saqlab qolaman deb o'ylaydi. Shuning bilan inqilobning dastlabki qadamida butun eg'irlik bizning beshimizga yig'ishib boshladi. Biz uchun biror yaxshi va yaxshilikdan umidmi yo'q edi. Dodiyning uduldagi soyda diametri 1 metr keladigan sement turbining yonida bir to'p odam turgan ekan. Meni shu joyga boshlab keldi. U yerda 10 necha tari so'g'u qovul, kuchli yosh qozoqlar turardi. Ularning talatiga qaraganda minbanglar bo'lsa kerak deb o'yladim. Men yetib kelishim bilan rangi so'g'uq jallod chiroyi Qodirbek Dodiyjon minbanglarning qo'lida turgan yo'g'on yog'ochni sement turbining to'shkidan o'tkazib, bir uchini sal ko'tir deb buyruq tariqasida qo'pol tovush bilan menga qaradi. Qarab ko'rsam sement turbini emas, balki turbidan o'tkazilgan yog'ochni ko'tirishimmi xeyli gap edi. U yog'ochning bir tarafini heliqi minbanglar, bir tarafini men ko'tirmankan. U sement turbini ko'tirish hech mumkin emas. Faqat ostida qilib mijilib o'lishim mumkin edi. Sement turbiga, yog'och changziga va bir beshida changzini tutib turgan yoshlarga qarab, ondan helisi Qodirbek degan Dodiyjonga qarab, beshimni chayqab ko'tira olmayman dedim. Bu so'zning og'zimdan chiqishini kutib turgandek, "Ha, nimishqa ko'tira olmaysan? Buni ko'tira olmasang, jinoyatni qanday qilding? Jinoyat o'tkazishni bilgan odam bunimi ko'tirishing kerak" deb devaylab oldimga yetib keldi. Kaynimga tojidim va o'zimni to'xtatib, "U boshqa, bu boshqa. U aql bilan, bu kuch bilan bo'lgan narsa. Jinoyat qilganlarning hammasi kuchli polvon bo'lmaydi" dedim. "Qarab buning topgan so'zni" deb Qodirbek heliqi minbanglarga burilib qaradi. Ular kulishib ketdi. Bu yerda kuldigan biror so'z yoki ish bo'lmadi. Nimishqa kulishidi deb ajablanib ularga qarab qoldim. Bilmadim, ular uchun nima qiziq bo'ldi ekan. Bu so'q muz chiroy odamlarmi kulishni bildigan deb men hayron bo'ldim. Bir sement turbini o'ndak yosh ha-hu deyishib oran ko'tirib mangdi. U yerda men qilg'udek ishim yo'q edi. Men shu yerda yarim soat turgandan keyin Dodiyning gizoviy mashinasi keldi. Mashinani inchga uzun bo'yli qosh kirpikning tayini yo'q, kichik qismoq ko'zlik ko'k shapka kiyib olgan Hanzu haydab kelib to'xtadi. Qodirbek Duyjon menga qarab, "Mavu mashina bilan berib, Gengo saydan qurilish uchun kesib qo'ygan qarg'aylar bor, shuni ilib kelisizlar" dedi.
Мен gap qilmasdan qara mashinaning ustiga chiqdim. Mashina Gongshi oshxonasining oldida to'xtab, u yerdan heliqi qalpoqliq Hanzularni oldi. Shuning bilan mashina egiz pas, o'ng'il-do'ng'il nachar yo'llar bilan Gangu soyiga qarab mangdi. Gangu mening ko'nglimda eng go'zal joylarning biri edi. Men o'zim mushu tog'larni yaxshi ko'raman. Tog'ning kungay tarbiy qarg'aysiz, faqat go'zal yeshil maysa va xilma-xil rang-barang ichilgan xush baraqliq gullar bilan to'lgan. Endi Teriskay tarafi tog'ning etigidan cho'qqisigacha har putiqi va har bir yengli yopurmoqlari shundoq ratlik va chiroyli joylashgan bo'lib, shu qarg'aylar odamning ko'ngliga go'zal tuyg'u va xushallik baxsh etadi. Qarg'aylarning xush baraqlari gullarning yiqimli hidi bilan qo'shilib, odamning qalbini qanchalik ko'ngillik va xushal qiladi. Soy beshiga bag'ucha nurg'un tog' etaklaridan aylanib yurib berishga to'g'ri keladi. Qatma-qat bo'lib joylashgan soylar, vodilar va go'zal tog' etaklari Gangu soyini bekmi go'zallashtirib, murakkab qilib ko'rsatdi. Taş tağdan chiqib soyning o'tirisidan oqadigan supsuzuk tog' suvlari toshdan toshga urilib shaqirab oqqan ovozi bilan bu soyni texim go'zal qiladi va jonlantiradi. Men kichik chig'imda mushu qarg'ayning bola-palari, yosh qarg'ay ostida o'ngda yetib qushlarning sayrgan ovozlari bilan tabiatni tinchaytdim va ko'p-ko'k osmonlarga va tabiatlarga qarab so'qinatdim. Suv bo'ylariga berib toshdan toshga urilib oqqan suvning shaqirgan ovozi bilan baslashib tovlab naqsh etdim. Yugurib yurib tog' gullarini terib gul chambar yasab ketatdim. Tog'dan taqqa kiyikdek sakrab yurib cho'ng bo'lgan bu yerga hozir tutqun bo'lib, shu yerim kechida qalpoqliq erlar orasida yolg'iz bir qiz bo'lib, qurilishning yo'g'on limlarini mashinaga besish uchun kelyapman deb o'z ko'nglimda siqilish bo'ldi. Yazning kuni bu tog'larda yomg'ir ko'p yog'adiganligi uchun tog'dan kelgan toshqin suvlar yo'llarni buzib 2 soat degandek cho'loq dadaning og'ziga aran yetib keldik. Soat 11 bo'ldi. Hamma atrofda qorong'u kichik jimjitlik hukm suradi. Qorong'u osmonda chimildigan yulduzlar orasida to'lg'an oy bizga ichi og'irgandek atrofni o'z nuri bilan yo'ritib turadi. Aydın kechada bu tabiat texim go'zal bo'lishi tabiiy hol edi. Mashinadan sakrab tushib, atrofga zo'qlanib, havas bilan to'ymay qaraydim. Hey, mavullimlarni mashinaga besinglar deb tovlag'an minbanglarning ovozini anglab, burilib qarsam yerda kesib oqlab tayyorlab qo'ygan bir döve limlar va uning yonida tari so'qiq 2 minbang turadi. Men hammadan ularga hayron bo'ldim. Bular nerdan paydo bo'ldi? Biz o'ltirgan mashinada yo'q edi. Şunun bilan limlarni inchiki yengil beshini 2 buvay bilan men eg'ir beshini qolgan 3 ko'tirib mashinaga bosdik. Mashinaga yetib borguncha muram mijilib, bellarim uzilib tushdigandek bo'lib, oran yetib borman. Murlarimning terisi so'yilib ketdimikin, qattiq ichishga boshladi. Oxirgi limni opargandan keyin muramni tutib ko'rsam, kiyimim muramga chaplashib qolganligini sezdim. Loqildab ichishatdim. Egiz qilib besilgan limning ustiga chiqib o'tirdik va soat 1lar bilan yetib keldik. Butun atrof jimjit, hamma odam shirin uyquda edi. Daduyning tok tarqitish mashinasi to'xtab, atrof qorong'u, chiroqlar o'chgan edi. Limlarni go'ngshiga tushirib bo'lgandan keyin mashinaning yonida turgan minbang xalq askari yarim soat tomoq yeb bo'lib, Daduyning oyoq tarafidagi tog'dan to'pini mashina bilan maktab seyiga to'shiymiz dedi. Men chapinimni ilib uyga keldim. Qarasam deraza ochiq, uydagilar hammasi uxlatadi. Bularni tatliq uyqusidan uyg'otqim kelmadi. Shu topda oladigan yerga berib boshqalar kelguncha bir oz bo'lsa-mu uxlab olay deb o'yladim va hovlidan asta chiqib Dadoy tarafga qarab ketdim. Oyning yo'riqida odamning qo'rqisi kelgandek kechining jimjitligi tabiiy surli ko'rinadi. Bütün bir sayda yalğız özüm asta oyoq tovushi bilan ish maydoniga yetib keldim. Uyqusiz o'tkazayotgan 3-kecha bo'lg'achqa, uyqusizlik va qattiq horg'inlikdan 5 minut bo'lsa-mu uxlab olishni o'ylab, ko'zimga hech narsa ko'rinmaydi. Shu taqqa berib bir oz bo'lsa-mu uxlab olsam deb oldiraydim. Men taqqa berib qarsam, mening kelishim bilan birsi menga hozirlab qo'ygandek kichik bir döve saman shu to'pa qo'laydan tog'ning bag'rida turganini ko'rib
hech narsaga qaramasdan Allohga shukrlar debla samonga berib yotdim. Samon yumshoq, o'rindek bilindi. Sherin uyquga ketdim. Xuddi o'zim bu dunyoda yo'qdek bo'lib qoldim. Yiroqdan mashinaning guruldigan va so'zib berilayotgan gudik ovozi qulqimga kirsimi, uyquning hokimligida yana uyquga ketdim. Qulqimga kirgan bu ovoz bilan uyquning orasida qiynalib oran uyg'onib osmondagi yulduzlarga ko'zim tushdi. Qisqa vaqt ichida o'zimning nada va bu nima ovozlar ekanligini bilolmay turib qoldim va beshimni ko'tarib atrofga qarab mashinaning to'piga kelganligini ko'rdim va sakrab turib ustidagi samolarni qiqishga boshladim. Mashinaning yuqori yo'riqligida yiqilgan chirqi butun emgak maydonni yo'ritib turardi. Mashina o'chmas durildib, uzluksiz so'zib guduq beradi. Qalpaqliqlar bo'lsa, aldirash mashinaga to'p tashlaydi. Men töven tushib mashina kirgan yo'l bilan minib, chiroqning uduliga kelganda qalpaqliqlarni ishlatayotganning meni ko'rib, "Kim u?" deb vaqirdi. Men chapsan minib oldiga keldim. Mendan javob kutmasdan, "Nada yurding?" deb so'rdi. Men xotirjamalda ishqi baldır kelib, mavudunda samanning ustida kutib o'ltirib, uxlab qaptiman dedim. Men ko'rsatgan do'ngdagi samanga qarab qo'yib, "Ko'rdingmi ularni? Butun go'ngshi daduydikilar seni izlab patparaq bo'lib ketdi" deb tog' tarafni qo'li bilan ishoratlab ko'rsatdi. Degandek butun soy va tog'ning ustilarida, qarg'ay oralarida, qisqasi hamma yerda chiroq yo'riqining harakati ko'rinib turadi. Men gap qilmasdan bir gurjakni ilib mashinaga to'p tashlab ishlamadim. Heliqi minbing hinidagi birsiga, "Sen berib xabar qilib qo'y, ular avara bo'lib ketdi" dedi. U xabar qilg'ili yugurib ketdim. Yenimda ishlayotgan Liujung menga asta ovoz bilan, "Nega ketding? Seni qochib ketdi" deb bular toza yugurdi. Bizmi qo'rqdik dedi. "Hamma yerda go'ngsandang, Xitoy kommunistlari nega qochsan" dedim. Ko'p kechikmasdan heliqi minbing yetib keldi. Uning kaynidan ikki singlim ansirgan holda, "Hada nima bo'ldi? Nega ketgan edingiz?" deb yenimga keldi. "Hech narsa bo'lmadi. Baldur kelib saqlab o'tirib uxlab qoptiman" dedim. "Bizni bekmi qo'rqitdingiz" deb g'asirab turib so'zladi. G'aysha, Sofiya xabarni yetkazayli. Biz ketdik deb yugurib sayga tushib ketdi. Soat 5lar bilan uyga qaytib keldim. Oqshomgi ishlar ustida singillar menga so'zlab berdi. Mashina bilan heliq 2 minbing kelib qarasa, ishlayotgan qalpaqlarning orasida sen yo'q. Shuning bilan ular yugurib bizning uyga beribdi. Uy qorong'u, hamma jimjit uyquda. Ular ochiq turgan derazadan sakrab uyga kirib, qo'l chiroq bilan uyning hamma yerini oqtirib, "Bu yoqqa chiq, So'yingul, chiq" deyman deb uxlayotgan bolalarning orasidan karavot va taxtay ostini izlagandan keyin uydagilar cho'chib uyg'onib nima ish bo'lganini bilmay qoldi. Menga biror hodisa bo'lgan o'xshaydi. Mashinadan o'rilib tushib yaralandimi yoki mashinadan tushib qoldimi va yoki boshqa hodisaga uchurdimikin deb ansiraydi. Minbinglar uydan meni topolmagandan keyin yana shu derazadan chiqib ketdim. Uydagilarni turib kiyimlarini kiyib izlashga chiqib, heliqi minbinglarning kaynidan ikki singlim yuguribdi. Opam putiga kalas so'rab olgan ekan. Bir az tez mangsa kalash putidan etilib chiqib 2-3 metr egizlikka ko'tarilib uchib ketib, qorong'uda oran tepib kiysa, ko'nglidagi jiddiylik oldirtib, bir qancha qaytim bu ahvol takrorlanib, Go'ngshi doktorxonasining oldiga yetib keldim. Heliqi minbinglar Xadichaning yotoq oldiga kelib, ishikni shundoq jiddiy holda urishga boshladi. Uyda uxlayotgan Xadicha qo'rqinchdan chiqirgan ovozda, "Kim u?" deb tovlishi bilan minbinglar ishikni urib, "Och ishikni, och" deb ustiga tovulgan holda ishikni mushlab tepib vaqirgandan keyin uy ichidan Xadicha to'xtab turinglar, kiyimimni kiyib olay desa, uningga qaramasdan "Och ishikni" deb vaqiraydi. Biz hayron bo'ldik. Nima uchun bu uyga hadam kelib qoladi? Nima ish bo'lgandi deb qo'rqitdik, ham qattiq ansirdik. Hech narsani tushunmay hayronlikda ishik oldida turib qoldik. Ishik ichilib kiyimlarni, tugmalab turib, minbinglardan Xadicha sestra, "Nima ish, nima bo'ldi?" deb so'radi.
Minbinglar uningga qaramasdan ishikni itirib, Söyüngülni chiqarib ber. Aksin inqilobchini nima uchun uyingga tiqib olding deb üsüp uyga kirib oqtirishga boshlagan edi. Xadichaning ochiq kelib, "Men u aksil inqilobchini nimishqa uyimga tiqaman? Menga ap kelib berganmiding? Sarang bo'lib qolganmi? Bu haq mening ishlamdi. Yerim kechada odamning ishigini urib qo'rqitadigan nima haqqing bor? Yo'qolish deb to'lab ishikni yepib kirib ketdi." Biz hech nimani tushunolmay bir Minbingga, bir Xadichaga qarab ketib qoldik. Shu orliqda bir Minbing kelib, "Söyüngül keldi" deb heliqin Minbinglarga bir narsani so'zlab qo'yib ketdi. Biz yana xotirjam bo'la olmay, ish maydoniga berib sizni ko'rgandan keyin ko'nglimiz xotirjam bo'ldi dedim. Shu kechadagi ahvollarni so'zlab Sofiya bilan G'aysha o'zini bosa olmay kulatdi. Ularning kulkisiga opam qo'shilib kulishatdi. G'aysha kulkisini aran to'xtatib, "Minbing deb qalasida mingisi yo'q daldushlarni yig'ib keldim. U vaqtdagi ahvolni sen ko'rsang eding" deb kulgisini bosa olmay kulishatdi. Xadichaning uyidan izlaganda biz mashinadan o'rilib qattiq yaralangan yoki o'ldimikin deb qo'rqdik. Bilamsiz, bizning shu vaqtdagi ahvolimizni, yuragimiz yerildi deb Sofiya, Tova, Minbing degan saranglarga ochiqim keldi. Bu ahmoqlarni nerdan tepib kelgandu? Xadichaning yuragini yordi. Men hayron bo'ldim. Nima uchun ular meni Xadichaning uyidan izladi deb o'yladim. Çay içip yarım saat dem algandan keyin ishqa maktab sayga ketdim. Nima bo'lsa-mu hammani qo'zg'ab qiya-chiya silib uxlagan yarım soatlik uyqum menga xeyli kuch berdi. Uydagilarning ko'ngillariga bir oz bo'lsa-mu yengillik bo'lsin deb chaqchaq qilib, ularni kuldirib qo'yib chiqib ketdim. Maktab saydagi bu ponketning qurilishi boshlanib, bino tomlari 1,5 metr egizlikka ko'tarilgan edi. Men shu qurilishga bir tarafdan loy yasab, bir tarafdan ikki chilaklab apkash bilan loy to'shatdim. 3 kecha kunduz dam olmay ishlaganligim uchun uyqusizlik va horg'inlikdan bo'lsa kerak, yuragim tez so'qib, ichim qizib, ussigandek og'izlarim qurib, butun badanimdan kuchsizlik sezatdim. Minglarimmo yengil emas, hamma narsa tushdek bilinadi. Bundaq 3 kecha kunduz dam olmay ishlash haftasiga takrorlanib turadigan odatga ish bo'lib qoldi. Buningga o'ginib qoldim. Men loyda ishlayotdim. Mening kaynimdan o'tadigan ot yo'lida otga minib bir qozoq bolasi kelib, mening yenimga zambilga kiysak selib ishlayotgan ayollar bilan salomlashdi. Uning salomini ilibla heyliq ayol, "Ha, Taldi bayning bolasi tepildimi?" deb so'radi. Ot ustida o'ltirgan yosh yigit, "Yo'q, texi tepilmadi. Bir oy bo'ldi. Endi tepilishi qiyin. Hech qanday izdirgi bo'lmadi. Bo'rilar yesimi kiyimlarning bir parchasi bo'lsa-mu tepiladi" dedi. Yoshqi cho'ngroq ayol, "Bechora Oldibay bilan ayoli qandoq bo'lgandi? U bechoralar o't yutib yurgandi. Nega ketdikin? Birarsi ilib ketdimikin yoki jin olib qochdimikin? U Chavichizi sayda jin bor deydigan nurg'un odamlar ana shunday izdiraksiz yo'qolib ketadi" dedi. Zambilning bir uchini tutgan yoshroq o'g'riq pakar ayol hayron bo'lib heliq ayoldan "Nima bo'lgan, qandoq yo'qolgan" deb so'radi. Chavjizida o'mi boshlanib butun ayollar va maktab bolalarining hammasi o'miga chiqib o'mi o'rganda u odatdagi yigitdan u ayolning eti kim edi deb so'radi. Ot ustidagi yigit Rahila deb javob berdi. "Ha, Rahilaning quchqida kichik bolasi bo'lib" deb so'zni davomlashtirgan yoshqi cho'ng ayol. Rahilaning 11 yoshlik qizi u bolani onasiga emitish uchun etiz beshiga elib borganda 6 yoshlik o'g'li bilan borgan ekan. Bolani emitib bo'lgandan keyin cho'ng qizi bolani elib ketganda 6 yoshlik bola bolalar bilan o'ynab qilib qapti. U bolani ko'rgan onasi "Menga chapsan ket, ochangga yetishib ol" deb uyga ketkizibdi. Ular ketib yarım soatlardan keyin shunda qattiq porchoq yig'ib, butun etizlikdagi ziroatni to'kib yotqizib etibdi. O'midagi butun xalq oldirishib yugurib, porchoqdan qochib uy-uylarga ketibdi. Rahila uyga kelishi bilan tog'dan qalisi va soydan mo'zaylari yugurib kelgandan keyin u emib qo'ygan qallalarni seg'ib
mallarni joylashtirib uyga kirguncha atrof kash kirib, qorong'u tushib ketdi. Uyga kirib, qizi qaynatgan choyni ichish uchun dasturxon ustiga o'ltirib, qarasa 6 yoshlik o'g'li yo'q. Shuning bilan qiziga qarab, bola nada? Kash kirdi, chaqirib kir debdim. Qizi, "Hey, sen bilan qolgan emasmidi? U uyga qaytmadi" deb qo'rqindan yig'lab ketibdi. Uydagilar yugurib chiqib bolani izlashga boshlaydi. Bu izlashlarga butun atrat qo'zg'alib qo'shilib izlashidi. Erlar otga minib tog'ma-tog', sayma-say bolaning ismini to'g'lab izlab tong etibdi. Butun atrat 3 kun ish tashlab bolani izlaydi, lekin izdirgin topolmaydi. Bolaning dadasini Taldıbay, Sanji, Qutubi, Manas atroflarini izlab kelibdi. Nada bir bolaning xabari chiqsa, shu joydan izlab bolasi ustida hech qanday xabar ola olmabdi. Bechara ota-onaning yuragida bir kuyuk bo'ldi, deb ichinib so'zlab ketdi. 29-sentabr Tujan düyge qo'y punkiti silish uchun qurilish ustalari bilan qalpoqlarning billa bordiganligini uqtirdi. Shuncha erlar ichida yolg'iz menla bor edim. Mashina bilan 2 soat minib qizil bayroq atratidan o'tib, Tutungu sayga tushdik. Tutungu o'stangni bo'ylab Tujan atratiga qarab mangdik. Bu sayning 2 tarbi egiz tosh tog'lar bo'lib, u tog'larda toshlar orasida o'sgan giya cho'plardan boshqa o'simliklar yo'q edi. 2 tog'ning o'tirsidagi say keng bo'lib, tosh yo'lning tövünede Tutungu o'stingi toshdan toshga urilib shaqirab oqatdi. Suvning ovozi butun sayni jonlantirib, ko'ngilli qilib turardi. U o'stangning 2 tarafi qalin teraklik bo'lib, butun say buk baraqsan va qorong'u turardi. Mashina keng yeyilib oqqan suvdan o'tib, Tujan düyge yetib bordik. U 10-20 oila joylashgan kichkina atraf bo'lib, biz shu atrafga joylashdik. Meni kichkina bir yotoqqa o'rlashtirdi. Shu kundan boshlab punkit qurilishiga ishlashga boshladik. Bizdan boshqa shu atrofning ayollari bilan 12-16 yosh oralig'ida bo'lgan yosh qizlar va bizni ilib kelgan 3 minbang bor edi. Bu atrofning erlari çöp çepish uchun taqqa ketgan ekan. Ayollar bilan qizlar zambilda kesak to'shaydi. Men saydan tog' bag'ridagi qurilishga suv to'shib, loy va semot yasab qurilishga yetkazib berdim. Boshqalar tam qo'pirib, hammamiz jiddiy ishlaydik. Heliqi 3 minbing xo'jayindek kerilib, olchanlab minib yildan yilga bizga "Hey, 4 xil unsurlar yaxshi ishlanglar" deb to'g'lab qo'yatdi. Ondan birdam u yerga berib, birdam bu yerga berib va yanpashlab yetib, kichik yosh qizlarga ko'z selib, ularga so'z tashlab kun o'tkazardi. Bir kuni qarsam, heliqi minbinglar yosh qizlarga tamaka tanglab, tamaki chekinglar, tamaka chekmasanglar madaniyatlik bo'lmaysizlar. Bu inqilob madaniyat inqilobi, bizga madaniyat o'rgatadigan inqilob. Tamaka chekmaganlarni keyin kurash qilib, qalpoq kiygizdi deb qizlarga tamaka tarqatdi. Bechara qizlar qalpoq kiygizib kurash qiladi degan so'zni anglab, Xudoyim saqlasin, nima deydi bular deb o'diqib ketdi. Tamakini qo'lda tutib nima qilishni bilmay, hayronlik ichida uning buning yuziga qarab, yirgangan holda tamakini oranaladi. Minbinglar saranga yiqib, ha, chekinglar deb tamakiga o't tutashtirib beradi. Qizlar chekmayman deyishdan qo'rqib, amalsiz tamakini og'ziga ilib, minbinglar qarab turib simiradi. Tamakining tutuni o'pkaga kirishi bilan qizlar yo'tilib, qiqilib, suv bo'yiga qarab yugurib ketadi. Men suv ilish uchun suv bo'yiga borsam, qizlar qator tizilib suv bo'yida og'zini tishini qum bilan yuvotadi. Buni ko'rgan onalar qizlarning keynidan kelib, "Voy, Adira qalg'ir, kimalik tigrav bo'lni qilganing. Qay qozoqning ayollari tamaka tartgan edi. Bu nima qilganing? Qaysi qozoqning ayollari tamaka tartgan edi?" deb qizlarga xafa bo'lib ketadi. Haqiqatan menga boshqacha sat ko'rindi. Sharqiy Turkistonda ayollar hargiz tamaka tartmaydi. Agar tamak chekkan ayollar bo'lsa, ularni eng yomon, buzuq ayollar qatorida ko'rib, hech kim orqa qo'shmaydi. Endi bu yosh kichik qizlarni madaniyat inqilobi bilan cho'chitib, tamaka chekishga majburlayotganini ko'rib, ichim yomon bo'ldi. Bechara onalar o'z qizlariga qayib, bu nima degan shumliq,
ota bobolarımızdan ko'rilmagan bu nima degan sharmanchilik, mau 3000 bin degan nimalar nereden keldi? Ballarimizni buzilgan bo'ldi deb chin ko'nglidan ranjib, ko'z yoshlarini surtib etib, qurilish tarafga qarab qo'yatdi. Qizlar, "Opa, sen bilmaysan, tamaka chekmasak qalpoq kiygizudi, keyin sizlarmi cheksizlar" deyishatdi. Allah saqlasin, endi u shumliqni ko'rgicha o'lganimiz yaxshi. Bu nima kun? Xudoyim tova qildim deb ayollar yoqasini tutib, tova deyishib ketdi. İkinci gündən başlap analari zambilning bir beshini o'zi ko'tarib, ikkinchi beshini qiziga ko'tarib, iloji bor qizlarni menbinglarning yeniga keltirmaslikka qattiq tirishatdi. Dam olish vaqtlarida menbinglar qizlarning yeniga ko'ranglab kelib, ularni gapga tutishga boshlaganda, boshqa qizlar o'stan bo'yiga va boshqa taraflarga ketadi. Iloji bo'lmay ularning so'ziga qo'shilib qolganlarni opalari yeniga chaqirib ekilib oladi. Keyin qizlar opalarning yenidan qo'zg'almay, shular bilan bir yerda o'ltirib dam oldigan bo'ldi. Heliqi bezang minbinglar shu ayollar yeniga berib qizlarga onasining oldida tamaki tutib cheklanglar deb tarqatmoqchi bo'lgan edi. Bir yoshga cho'ng ayol: "Nima? Sizlar hayosizlar, bizning onarsida qizlarimizni ozdirib nima qilmoqchisizlar?" deb ochig'i bilan tovlagan edi. Heliqi minbing: "Sen tushunmayapsan. Hozir davlatimizning har bir joyida madaniyat inqilobi boshlandi. Hamma odam madaniyatlik bo'lib, madaniyatlik bir mamlakat qurib chiqishimiz kerak. Bütün konuliqlarni yo'qotib, hamma narsani yangidan boshlaymiz. Sening bu kiyimlaringni konuliq qilib, hammasini o'tqa qalab yo'qotamiz. Konu o'rib odat dininglarni yo'q qilamiz. Yaqin kunda qizlarning beshidagi do'ppilarni, qo'sh etak ko'ylaklarni hammani o'tqa silib ko'ydirib, qizlar chechini kesib shapka kiydi, ko'ylak o'rniga shim kiydi deb aytgan edi. Atrofda qarab turgan bütün ayollar hayronlikda tanq etib, bir-biriga qarashib qoldi. Heliqi qeri ayol uning yuzi chimirlab, "O'ybay, betmay, masxara bo'lni, sumduq, shim kiyib qoy betimiz bilan ilga qaraymiz" deb vaqirib ketdi va nima deydi? Bizni Xitoy qilmoqchimi? Bu mumkin emas. Bizning ota bobolarimiz qozoq bo'lib yaralgan ekan, biz ham qozoq bo'lib yashab kelyapmiz. Bizni qanday Xitoy qilmoqchi? Biz nimishqa milliy kiyimimizni o'tqa qalaymiz? Bu nima degan xorliq deb bir-biriga so'z bermay cho'qirishib ketdi. Heliqi xalq askari bu markazning buyrug'i bütün odam o'rinlayotganda sizlar qarshi chiqolmaysizlar dedi. Men bu so'zni anglab hayron bo'ldim. Ahvol rost bo'lar degandek bo'lsa, ko'plagan qalaymaqonchiliklar chiqib, ahvol ig'ir bo'lgan o'xshaydi deb o'yladim. Bu yerdagi odamlar bizning tarafdagi odamlarga hargiz o'xshamaydi ekan deb hayron bo'ldim. 11 noyabr. Tushdan keyin qattiq og'rishga boshladim. Apkash bilan chilaklab semib to'shib ishdan tushishga yaqin qolganda ikki putumga taş esip qo'ygandek eg'irlashib, shundoq taslikda oran atlaydim. Bütün bedenim to'nglagan odamdek titraydi. Bu ahvolimni boshqalarga bildirmaslik uchun to'xtamay o'zimni zo'rlab semib to'shitdim. Agar to'xtab turib qolsam, yiqilib tusharman. Yiqilsam, kim menga yaqinchilik qilib yordam qila olsin? Qattiq tirishib, bütün kuchim bilan o'zimni majburlab ishlashga boshladim. İşten tushganda uzun yo'l yurib kelgandek bek taslikda yotoqqa yetib keldim. Bezgak tutgan odamdek titrab, tishimga tegib, jaqildaydi. Oldirab o'rnimga kirib yotganimni bilaman. Ko'p o'tmasdan o't bo'lib yandim. Ko'zimni yumishim bilan qo'rqinchli tushlar bilan cho'chib uyg'ondim. Yotoqda hech kim yo'q, o'zim yolg'iz. Bu yotoqda ikki ayol yotgan ekan. Birisi ko'zavga mol bilan ketgan ekan. Men ketguncha uni ko'midim. Birisi 4-5 kundan beri yerim kechida kelib, men ishga chiqib ketganda uxlayotganini ko'ratdim. 2-3 martaba kelib qo'nib ketdi. Umuman aytganda yotoqda yolg'iz o'zim bo'ldim. Bu kechimi yolg'iz edim. Qattiq haroratim og'zim qurib, shundoq usab ketdimki, bir chinni suvga tashna bo'ldim. Atdigan ishga chiqish oldida bektaslikda o'rnimdan turib, guruh boshlig'ining oldiga yopadim. Temperaturam qattiq o'rlab qiziqqanligimdanmi, ikki ko'zim o'tdek bo'lib oran ichilatdi. Og'rib qoldim, ishga chiqolmayman deb qo'yib, yotoqqa kirib yetib qoldim. Soat 10lar vaqt bo'lsa kerak, eshikni urib uzun bo'yliq,
oqsiriq kelgan, ko'zlari qismoq, qovul bir qozoq yigit kirib keldi. Men uni mushu düyning minbeg'i bo'lsa kerak deb o'yladim. Men sizni doktorga aparg'ili keldim dedi. Men o'rnimdan turib yerga tayanib o'ltirdim va minbeg'ga qarab, men borolmayman dedim. Düyden sizni doktorga aparsun deb ikki ot bilan meni avatdi. Ot bilan borsiz deb da talaga chiqib ketdi. Atqa minib ketib yetib, beshim qiyib titrab, ko'zlarim qorong'ulashatdi. Atdan yiqilib tushib, bu xalqning oldida bir kulkiga söz qalmay, düşman ko'z bilan qarab turgan bu xalqning oldida bir o'zim dengizning to'lqiniga yo'liqqan odam suvga g'arq bo'lmaslik uchun tirishgandek, men shunday tirishib yashashga to'g'ri keldi. O'z ahvolimga qaraganda atqa minib Tutungu deryasından keçip ötüş bu yoqda tursun, atqa minishmi mümkün emas edi. Mening har qanday qiyinchilikqa chidayman, o'lsam bosh egmayman degan so'zim qulog'imga jaranglab anglandi. Shuningdan keyin butun og'riqim saqaygandek va g'ayrat hosil bo'lgandek yengil bo'lib qoldim. Men rost saqaydimmi deb beshimni, badallarimni tutib ko'rdim, ammo o'tdek bo'lib qizib turadi. Alqınımni ağzımga tuttum. Ağzımdan yolqindek issiq chiqib turadi. Odam o'ziga o'zi g'ayrat bersa, har narsani yengili bo'ldi ekan deb o'yladim. Tutungu daryosining u qiytida qo'yiq daraxtlarning orasida bir kichik uyning oldiga kelib to'xtadik. Otdan tushib, minbag'ning kaynidan yurib uyga kirdik. Kichik ikki eg'iz uy bo'lib, dalan uyda 3 tal o'rindiq bor ekan. İşkirki uyda bir üstel, 2 o'rindiq bo'lib, üstelning yonida 50 yoshlar atrofidagi Xansu doktor oldida yeyilib turgan qog'ozlarga bir narsa yozib turgan ekan. Bizni ko'rib bo'sh o'rindiqlarga o'ltirishga buyurdi. Men berib o'ltirdim. Doktor üstel ustidagi qog'ozlarni ratlab yig'ishtirib, bir chetga ishtirib qo'yib, menga qarab, "Qizyaptamsan?" deb gradus qo'yibla. "Temperatura bek yuqori" deb qo'shimizni turib, tartmalarni aqtirib temperatura tushirgan dori bilan yana bir tabletka dorini qo'shib bir stakan suv bilan menga berdi. "Ma, buni hozir ich" dedim. Men ustab turgan odamga bu suv guldek ko'rindi. Dori bilan yo'g'on bir stakan suvni ichib etdim. Doktor mendan og'riq ahvolimni so'rab bo'lgandan keyin nerdan kelganligimni so'raganda men javob berguncha heliqi minbing doktorga "Bu aksin inqilobchi qalpiqi bor odam xalq nazorati ostida ishlaydi" deb jiddiy holda javob berdi. Doktor bir minbanga qarab, hayron qolarliq, "Bu yoshda bekmi yosh" deb so'zning oxirini tushirmasdan beshini chayqab qo'ydi. Dorilarni qog'ozga yugib menga berdi. Yana bir qog'ozga xat yozib, uni heliqi minbanga berdi va bir hafta ishga chiqmaydi deb olsin deb yengil singadigan tamoq yesin deb uqtirib Heliqi minbing doktorning bergan qog'ozni doktorning oldiga itirib, "Bu qalpoqliq odam olg'ili bo'lmaydi" dedi. Doktor, "Buning kesli yig'ir. Dam olmasa bo'lmaydi. Bu qog'ozni duyjanlaringga olib ber. Agar bu dorini ichibmi saqaymasa, yana ilib kelinglar" dedi. Heliqi minbing ochiqlab, isprapga qog'ozni ilib mangdi. Men kulimsirab doktorga qaradim. Doktor beshini chayqagan peti qoldi. 3-chi kuni ahvolim bir oz yaxshi bo'lgandan keyin ishga chiqdim. Bir haftadan keyin ishni tugatib, Genguga yana uyga qaytib keldim.